tosh yerni yiqitsa bo'lar, lekin ma'no boshqa joyda, talda faqat shakalda bo'lar. Aqlli bo'lish uchun kitob o'qishdir qo'ya, mard bo'lib yashash uchun faqat xohish kifoya. Faqat xohish kifoya. Ishda so'z bu ishda so'z. Toparmiz bahonalar, vaziyat tushuntirish, yo'l-yo'lakay topilgan bahona faqat kuldirish. Taqdirdan qocholmas oddiy odam yoki zvezda bormi? Assalomu alaykum barchaga habibiz. Charchamayapsizlarmi? Ishlar yaxshimi? Xullas hozir CPI yangiligi chiqdi. 17 dan 46 minut o'tdi. Hozirda men kutyapman. 1 soatlik time frame'dagi mana bu joyda time frame bor. 1 soatlik time frame'da svechani yopilishiga 13 minut vaqt qoldi. 13 minut vaqt mobaynida svechani qanday yopilishi men uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Zilka qilish uchun hozirda bozorni kutib turibman. Xo'p, sizlarga birinchi o'rinda fikrlarim aytib o'tib ketsam-da. Birinchi o'rinda kulli time frame'dan boshlaymiz. Asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan holat o'rtoqlar kulli time frame'da. Mana bu svechani ko'ryapsizlarmi? Bichi yopilgan, mana bunisi medveji, bichi medveji holatda, hozirgi holatda turibdi. Mana bu sariq liniya qo'yib qo'yganman. Где-то bir narxi, necha ekan narxi? 36.44.38 36.44-36.45lar atrofi deylik, допустим. Agar bozor mana shu sariq qo'ygan liniyamga borib tegadigan bo'lsa, mana bu qizil liniya bichi svechiga aylanib ketadi va mana shu sariq liniyaga tegadigan bo'lsa, biz tasratni mana shu joydan bayga zilka qilishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi holatda u yoqqa yetib borgani yo'q, ancha masofa bor, где-то bir 250 punktdan oshiqroq, menimcha 200 punkt atrofida bir masofa bo'lsa kerak. Kulli time frame'dagi fikrim shu, agar sariq liniyadan tepasi buy, sariq liniyadan pasti sellga signal bo'ladi, qidirsak yarashaveradi. Hozir 4 soatlik time frame'daman. 4 soatlik time frame'da ko'ryapmizki, bu joyda o'rtoqlar shasi ruchkani chiqarib olamiz. 4 soatlik time frame'da ko'rishimiz mumkin. Impuls, atkat. Xullas tepadan qarshilik zonasi bor, mana bu joyda himoya zonasi bor, mana bu joyda himoya zonasi bor. Bu degani mana bu pastdagi birinchi range, mana bunisi ikkinchi range hisoblanadi. Bilamizki, oltin instrument katta time frame'da kuchli buy trendda. Hozircha buy trendga kelgan va birinchi qarshiligini topdi, birinchi поддержка zonasini topdi mana bu joyda. Ikkinchi qarshilik zonasini mana bu joyda topdi. Aynan hozirgi holatda ikkinchi himoya zonasini topish arafasida. Bunga esa 11 minut vaqt bor hali beri. Agar 11 minut vaqt mobaynida mana shu 4 soatlik svecha, bu 4 soatlik time frame aytib o'tdim. Mana shu 4 soatlik svecha bichi holatda yopiladigan bo'lsa, biz bu joydan bayga zilka qilishimiz mumkin bo'ladi. Agar aksi medveji holatda mana bu himoya zonamizdan pastda yopiladigan bo'lsa, yopilishi bilanoq sellga kirishni boshlaymiz va buni nasib qilsa xudo xohlasa sizlarga ko'rsataman. Tak. Hozircha yopilishiga 10 minut atrofida vaqt qoldi. Ungacha biz mana bu manzaradan bahramand bo'lib, bu yerda hozir biroz nandirolarda chiroyli joylar bor edi. Video yozishga shoshib mana bu chekaraga to'xtashimga to'g'ri keldi. Atak manzara o'ta go'zal, quyosh juda ham go'zal holatda botyapti. Ular shunaqa. Kutamiz. Svecha yopilgandan so'ng videorolikni davom ettiraman. O'zimiz yozamiz, faqat qaytar dunyo nomli qalam bilan yozamiz. Mel qatori bo'lishing kerak, hamda kimnidir sevimli yori bo'lishing kerak. O'qituvchi hamma fandan dars bera olmasa-da, bir o'quvchi hamma fanni o'rgana olishi kerak. O'zingga berma erk, biz yashagan xonalar, eshigiga qo'ldi ber. Yopilishiga svechani 8 sekund, 7 sekund vaqt qoldi. Hozircha mana bunaqangi noma'lumlik holati turibdi. Nesuda. Ya kuchli bichi bo'lib yopilmadi, ya medveji holatda yopilmadi. Bu joyda endi nima qilamiz? Bu joyda mana shu joydan bayga zilka qilmoqchiman. Unchalik ishonchim komil emas u bayga, lekin umumiy trend baydaligi bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab 4 soatlik time frame svechamiz kuchsiz holatda bo'lsa ham bichi yopilgan, mana bu himoya urovenidan yuqorida yopilyapti. Trend bo'ylab bayga zilka qilib urinib ko'ramiz. Mana bu savdo terminalimiz. Mana shu joydan bayga zilka qilaman. Mana bu depozit. Mana bu zilkani holati. Ko'ramiz. Bayga zilka qildim. Biz
tuyulganlik bo'yicha savdo qilishimiz kerak emas. Bozor, ya'ni strategiya buyga desa buy, sellga desa sell. Bozordagi vaziyat nima bo'lsa, shunga qarab ko'ra ish qilib ketaveramiz. Hech qanday bir o'zimizning fikrimizni qo'shmaymiz xullas. Mana shunaqangi holatda hozircha. Trend buyga zilka qilishimning sabab, ikkinchisi 4 soatlik time frame himoya zonadan yuqorida yopildi. Bo'ldi. Unchalik ishonchim komil emas buyga hozir, lekin все равно buyga zilka qilib ko'ramiz. Kutamiz zilkani natijasini. Zilkani ma'lum bir qismini yopaman. Hozir yaqinlashib ketib qoldi, uzr. Zilkani ma'lum bir qismini yopsam bo'laveradi. Mana bu svechani ko'ryapsizlar, qizil svechani. O'zini soyasi mana shu joyda yangilasa, trading viewdan ko'ra qolamiz. 1 soatlik time frame da yo'q 30 minutlikda ekan. Даже 15 minutlikda bo'lsa ham kerak. Ha, aytdimmi? 15 minutlikda. 15 minutlik time frame'dagi mana shu qizil svechani, mana bu svechani soyasiga yaqinlashsa, o'sha zilkani ma'lum bir qismini yopib, qolganini bezubitga qo'yishimiz mumkin. Hozirda o'zi $34 daromad atrofida close qilib turib, mana bu joydan qanchasindir 0.09 ni mana shu joyda o'zida close qilib yopamiz. Endi zilkani qolgan qismini bezubitga qilishimiz mumkin. Price o'qiymiz, 36.32 ekan. Bosib turib bezubitga qo'yaman. 36.32 dedimmi? Shunaqa dedim. Zilka уже bezubitkada bo'lib turibdi. Xatirjam endi o'tirsak bo'laveradi. Natijasini kutamiz. Qanday yopilar ekan? 5 minutlikda svecha bitiy holatda yopildi. Bu juda ham yaxshi signal. Bozor biz bezubitgamiz urmasdan darshib o'sib ketish ehtimoli bor. Bitiy holatda yopildi degani 5 minutlik time frame'da bozor yangi himoya zonasini yaratdi, topdi degani. Mana bu joyda yangi himoya zona, mana bu joyda yangi qarshilik zona. Qarshilik zona bilan himoya zonani oralig'i doim aytaman, range zona hisoblanadi. Agar range zona nimaligini bilmayotgan bo'lsanglar yoki bilmoqchi bo'lsanglar, men nimaga aynan bu urovlarda himoya yoki qarshilik leveli qilib belgilayotganimni bilmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, marhamat meni mana bu videoroliklarimni ko'ringlar. U joyda juda ham batafsil ma'lumot berganman. Boshidan oxirigacha ma'lumotlar bor. Ko'rib o'rganishingiz mumkin. Men savdo qilayotgan broker bu hozir RoboForex brokerdaman. Bu o'sha stabilniy savdo uchun depozit qilingan $500 bilan boshlangan. 4 yoki 5-kun savdo qilishim hozir. Mana shunaqangi holatda turibdi. Kanalimni doimiy kuzatib borayotganlar buni biladi, nima haqida gapirayotganimni. Yangilar bo'lsa, пожалуйста, kanalimga kirib ko'rishingiz mumkin. Mushto nima qilamiz? Kutib o'tiraveramiz, men shunaqa muzika eshitib turaylik. To'g'ri tashladim jerk, lashlushlaring yotib, sen ketgan eshikka qaradim yillar qotib. Kundan kunga yo'qoldi azab, yo'qoldi maza. Shumaga maza. Mana bu joyda poyez o'tib ketdi hozir. Xullas. Zilkani qolganini ham mana shu joyda yopmoqchiman. Kutib toqatim qolmadi. To'g'risi men kerakli daromadni olib bo'ldim. Yo'q, ushlab turishdan mantiq ko'rmadim. Xullas, mana bu bugungi savdoyimiz, ko'rishimiz mumkin. Yana bir narsani eslatib o'tishim kerak. Mana bu joyda ko'pgina ko'rsanglar 0.05 da ochilgan buylar turibdi. Bular qisqa muddatli, ya'ni o'rnida yopib yubordim. Bu zilkalarni o'zi aslida boshqa shotimda ochmoqchi edim. CPI yangiligida razgon qilish maqsadida buyga rosa ochyotgandim. Qarasam, mana bu shotimda ochib o'rgan ekanman adashib va zilkani ochib, yangilik chiqishidan sekund oldin mana ko'ryapsizlar 15:29 da hammasi yopilgan. Yangilik chiqishigacha bu shotda risk qilgim kelmadi, chunki bu razgon shot emas. Stabilniy daromad uchun shot bu. 0.05 da ochilgan hamma zilkalar hammasi o'sha CPI yangilikda adashib ochilgan zilkalar. Hech qancha daromad qilingani yo'q, faqat sent qanchadir 1-2 $3 atrofida daromad bor xolos. Qolgani mana bu 0.11 da ochilayotgan lotlar esa bu stabilniy savdo uchun qilinayotgan zilkalar. Xullas, bugungi oxirgi zilkamizga e'tibor beramiz. Mana bu joyda 11 lotda ochilgan 0.11 da buyga
Все, mana shu haqiqiy stabilniy savdo uchun daromad hisoblanadi. Bugungi daromadimiz mana bunaqangi holatda amalga oshdi. 28 dollar. Mana bu umumiy foyda xullas. Shot ochilgandan beri. O'rtoqlar, bugungi savdo ham shunaqangi holatda amalga oshdi. Savdo istarini ko'rsatdim. Barchalarga e'tiborlar uchun juda ham kattakon rahmat. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Ulg'ayganlar deyishadi hayotda do'st bo'lmas ekan. Bir bor g'ururin sotgan qaytib odam bo'lmas ekan. Qanchalik kuchli bo'lmasin nafsin yenga olmas ekan. Hamma o'yladi bu gaplarma haqimda emas ekan. U erim qammada o'skarvona o'sadi vaqtsari o'skarmoni bo'lsa-da maqsadi ko'zlar yonib intilganligi Oskar bormi? Yuramiz o'ng yuramiz chapliginiga to'g'ri yurishni o'ylamaganmiz. Qancha sirimizni ochganmiz lekin haqiqiy sirlarni so'ylamaganmiz. Balki-da yana bir qancha eshiklar yopiladi, lekin hafsala solmasa yana qara qanchalik yangi o'laklar topiladi. Harakatda barakat deb yuramiz asta, vijdonimizni qora kunlarga asrab yo'q yuqorilab